Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Bizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar, qo'y chorva ishqibozlari, mana bunday ikizak ishqibozlari. Akalar, bugungi videomizga bir dona ikizakni zo'ridan kelganmiz. Shu haqida sizlarga qo'ldan kelgancha chiroyli qilib obzor qilib berishga harakat qilamiz. Akalar, videoni boshlashdan oldin bittadan like bosib, kanalimizda yangi ko'ryapti turganlar obuna bo'lib tursalaring, kanalimiz rivoji uchun xohlasa qo'ylarni zo'ridan sizlarga chiqarib berishga harakat qilamiz. Akalar, bugun biz o'zimizda qo'raga kelgan ikizakni bir dona keldi o'zi, jonivor ikizak. Shu haqida sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotni berib, narxlar bilan tanishtirib, chiroyli qilib obzor qilib berishga harakat qilamiz. Akalar, ikizagimiz kelganiga bir haftadan o'tdi. Yeb ichishlariga o'ylanmasdan bir haftagacha sinovlar bilan yerdan chiqqan har xil hashak, barg to'kilganlarni yeb turibdi. Bolalari ham yoniga kirib qo'ygan jonivorlar. Bolalari biri qo'chqor, biri sovliq. Onasini bo'yi 80 kilograslar. Tishi ham yosh. Yonidagi 3-bolalari bo'lish kerak. Endi 6 tish yo 8 tish. Unaqa qarib to'kilib ketgan emas. Jonivor bolalar ham tikka yurdim-badan bolalar ham o'ta zo'r narsa ikkalovi. Jonivor. Hozir hisorsidan. Onasi ham katta narsa jonivor. Havasga boqaman, sotga boqaman, uzoq vaqt yetilib yuraman. Kashtandan kerak deganlarga bir dona keldi o'zi. Jonivor. Sakkiz parlar deyapti. Hozir narxlarni arzon qilib chiqarishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rib tursalaring, bizdan like bosib, kommentariyada kimda qanday fikri bo'lsa qoldirib tursalaring, va xohlasa narxlarni ham chiroyli qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Qo'yimiz akalar sal charsroq, shunga o'zimman videoda qanday xato kamchilik bo'lsa uzr so'rayman. Akalar, buni Telegram nomerlarimiz bor. Telegramdan yozsalaring, buni bo'yini, anig'ini o'lchab, tishlarini rasmga olib, video qilib, chiroyli qilib tashlab beramiz. Hozir o'zimman, shunga sal qo'y charsroq, baqa qochyapti. Telegram nomerlarni qoldiramiz. Telegramlarimiz bor. So'raganlarga tishlarini, bo'ylarini o'lchab tashlab beraveradi akalar. Jonivor bolasini boqishmagan. Ikkalo ham ikki tomon yem yotibdi jonivorda. Akalar, buni videoni sal qisqaroq qilib narxiga keladigan bo'lsak, narxida buni qancha maqtagan bilan kam. Akalar, buni narxini 6.800.000 deyapmiz. Dastavkalarimiz Toshkentgacha, dunyoga kelishilgan holatda Samarqand, Buxoro, Navoiy u yoqlarga kelishilgan holatda kelishamiz. 6.800.000 bo'lsa dastavkalarni Toshkentgacha qilib chiqarib beramiz. Shoshilib telefon qilaveramiz. O'zi bir dona keldi. Ikizak jonivor. Ular ham butun mana. Ular ham o'ta kelishgan jonivorlar. Shoshilib baloga chiqaramiz. Bugungi videomizga shular. Videoda qanday xato kamchilik bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz akalar. O'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar. Bittadan like bosib, obuna bo'lasizlar. Hali bundan da zo'rlarini chiqarib berishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.